Ovqating ko'p, Hamma narsa yeyiladi. hamma narsa yeyotdi. Bir chekkadan yeyish kerak-da, sekin. Yo'q. Qiyin. Jitta ovqat yeb yurib, suv o'lchab ichasiz. Hayotga qarayman. Oddiy odamlar ham suvini, ovqatini yeb hayot kechiryapti-ku deyman-da. Endi sen o'zing shu yo'lni tanlading, to'g'rimi? Bu yo'lni oson emas. Bu nonni qiyin, bu nonni tishlash, nonni sportni nonni tishlash, nonni yeyish qiyin. Odamlar prosta tak televizordan yoki telefondan o'tirib kommentariya qilishi mumkin. Bitta qanchalik mehnat qilib, qanchalik og'ir kunlarni o'tkazishning ko'pchiligi qorong'uda. O'shaning uchun ham bu sport tanlading, sen o'zing yo'ling. O'zing. Aytadi, oy 15 yorug', 15 qorong'u. Sabr qilsang, mehnat qilsang, Alloh beradi. Bittani sabr qilsang, bitta narsaga ikkitani beradi. Inshaalloh Xudo xolasa, ertaga chempion bo'l, kamarni ham yelkangga qo'yganingdan keyin hammasi unutiladi. Inshaalloh. Hammaga ham chempionlikga jang qilish hammaga ham emas. Kimgadir orzu. Ani qo'ling, oyog'ing bo'ldi, aqling bo'ldi. Alloh shunchalik yaratib qo'ydi, shunchalik sen sportchi qilib qo'yib, shunchalik tanitib qo'yganiga shukr. Shuning uchun sana motivatsiyang shunchalik qilib qo'yganiga shukr. Bo'ldi, tamom. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tamom.